otasini yoki onasini urish o'zidan o'zi bekorga bo'lmaydi. Buni men oqlamayman. Har qanaqa holatda ham oqlamayman, lekin buni haqiqatan hayotda bo'lyapti shu narsa. Asosiy buni tagidagi sababi albatta juda kuchli nafrat, alam va g'azab yotadi. Va aytilmagan o'sha ichidagi nafrat so'zlari, alamlar yotadi. Imkoniyat yo'q aytishga, chunki ota va onani oldida farzand ojiz, ota-ona nevrotik, sog'lom ota-ona emas, farzandini kelsa-kelmasa, bahona bormi yo'qmi farqi yo'q, uraveradi. Farzandda o'zini oqlashga imkoniyati yo'q. Farzand aslida muhabbat kutadi ota-onasidan, mehr kutadi, xotirjamlik kutadi, o'sha himoyani kutadi, to'g'rimi? Ota-onani o'zidan himoya qilish kerak shu holatda. Lekin bola hatto o'sha ota-onasidan kutgan ehtiyojlarni umuman qoniqmaydi. Qanaqa bu kelib chiqishi o'zi sxema bor, sistema bor. Birinchisi muhabbatga bo'lgan ehtiyoj boshida paydo bo'ladi bolada ota-onaga nisbatan. Undan keyin ota-ona unga muhabbatning o'rniga og'riq beradi. Og'riq ruhiy va jismoniy. Keyin og'riq paytida bola og'riyapti. Dadajon, urmang. Menga mehr bering, quchoqlang. Men hozir og'riyapti, ichim og'riyapti. Sizni urganingizdan men qo'rqib ketyapman degan so'zni ham berishga ota-ona ruxsat bermaydi. Bu ikkinchi o'g'irlash boladan. Ya'ni birinchisi og'riq berib urish, jazolash, ikkinchisi unga gapirishga ruxsat bermaslik. U ikkinchi holatni ichiga yutadimi? Uchinchisi albatta bu keyinchalik nafrat va g'azabga aylanadi. G'azablanish va nafratlanishga ham haqqing yo'q ota-onang. Nevrotik ota-onalar tarbiyalaydi. Bola butun og'rig'i, g'azabi, alami, nafratini ichiga yutib katta bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin u o'zini hamma joyda xavf ko'radi. Atrofdagilardan xavf ko'radi. Unaqa bolalar ko'pincha ikki xil toifa bo'ladi. Bittasi xolerik, ya'ni tashqariga chiqaradi. Bu ko'chada, maktabda hamma bilan urushqoq bo'ladi, hammani uradi, hammada xavf ko'rgani uchun. O'zi juda ichida qo'rqoq bo'ladi. Chunki qo'rqib katta bo'ladi bola. Keyin mashg'ulotga boradi, trenirovka qiladi. O'sha har qanaqa xavfni oldini olish uchun kimdir uraman deb katta bo'ladi. Niyat shunaqa bo'ladi. Men katta bo'lsam, otamni urushiga yo'l qo'ymayman, gapirishiga yo'l qo'ymayman deb nafrat bilan katta bo'ladi. Bu keyinchalik otasiga shunaqa qo'l ko'tarishigacha ham olib kelishi mumkin. Agar fikrimga qo'shilsanglar, kommentariyada o'zingizlarning fikringlarni kutib qolaman.